Mustaqillikning 35 yilligi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Bugun qalblarimizda faxr va iftixor tuyg'usi jo'sh urmoqda. Chunki biz buyuk va muqaddas bayram O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini qarshi olmoqdamiz. Mustaqillik bu erkinlik, tinchlik, bunyodkorlik va kelajakka ishonch demakdir. 35 yil davomida yurtimiz ulkan taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. Shahar va qishloqlarimiz obod bo'ldi. Zamonaviy ta'lim maskanlari, tibbiyot muassasalari, madaniyat va axborot kutubxona markazlari barpo etildi. Bugun yangi O'zbekistonning bunyodkor xalqimiz qo'li bilan yaratayotgan yangi qiyofasi butun dunyoga namoyon bo'lmoqda. Bizning eng katta boyligimiz tinchligimiz, birdamligimiz va xalqimizning mehr-oqibatidir. Yurtimiz kelajagi bilimli, ma'rifatli va vatanparvar yoshlar qo'lida. Keling, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, O'zbekistonimizning yorqin kelajagi sari birgalikda dadil qadam tashlaylik. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Yashasin O'zbekiston. Mustaqillikning 35 yilligi muborak bo'lsin.